Bir intervyuda Bill Gatesdan so'rashdi. Dunyoda sizdan ham boyroq odam bormi? Bill Gates shunday hikoya qilib berdi. Men hali boy ham mashhur ham emas edim. Nyu-York aeroportida gazeta sotib olmoqchi bo'ldim, lekin yonimda pul yo'q edi. Gazeta sotuvchisi menga gazetani bepul berdi. Oradan bir necha yil o'tib, yana o'sha aeroportda bo'ldim va o'sha sotuvchini qidira boshladim. Uni topganimda undan so'radim: "Siz meni taniysizmi?" U javob berdi: "Ha, siz Bill Gatesiz." Men aytdim: "Bir kuni menga gazetani bepul berganingizni eslaysizmi? Sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ayting, sizga nima kerak? Men hamma narsani bajaraman." Lekin sotuvchi kulib: "Janob, sizning yordamingiz mening yordamim bilan tenglasha olmasligini o'ylamayapsizmi?" Men hayron bo'lib so'radim: "Nega?" U javob berdi: "Men sizga yordam berganimda oddiy gazeta sotuvchi edim. Siz esa menga endi dunyoning eng boy odami bo'lganingizdan keyin yordam bermoqchisiz." O'sha kuni men tushundim. Bu gazeta sotuvchisi mendan boyroq edi, chunki u boyib ketishni kutmasdan boshqalarga yordam berishni bilardi.